Yo, WhatsApp bolalar, sizlar bilan bugun men Ziko.uz bugungi videomizda shu bitta kal yaratgan botski Minecraftni biz shader qo'shamiz. To'g'ri eshitdinglar, biz bu Minecraftga shader qo'shamiz. Ko'rib turibsizlar, mening yangi skinim bu, lekin logosini sani o'zgartirmayman. Chunki ikkita skinim bo'ladi. Eshitdinglar, ikkita skin bilan o'ynayman. Endi sizlarni qiziqtirib kelaman ikkita skin bilan. Qani unda birinchi shaderga ketdi. Bu shaderni ko'rishga tayyormisizlar? Unda mayli, men ko'rsataman. Mana bu botski Minecraftga juda oldingi Minecraftdan haligi botski shader bo'lsa ham haligi oldingi Minecraftdan idealroq qilib beradi. Xullas, mana osmonni ko'rib turibsizlar, juda ham ideal. Yomg'ir yog'ganda juda ham zo'r bo'ladi. Mana yomg'ir yog'ganda ham qaranglar, mana bunaqa bo'lib turadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, endi men ikkinchi shaderni ko'rsataman. Oldingidan va bu shaderni men hozir ko'rsataman. Ekranlar qora bo'lib turibdi. Agar buni hozir menga obuna bo'lganlaringdan keyin ko'rsataman. 5 sekund vaqt, sizlarga obuna bo'lsanglar obuna bo'linglar. Shunday pastga tushasizlar va obuna bo'lasizlar. 1 2 3 4 5 va mana bu shader. Ko'rib turibsizlar, bu oldingi shaderdan va oldingi Minecraftda o'zini botskin bir balosi bilan ham zo'r. Mana bunday qarashdan qaranglar, shader qanchalik zo'rligini bilib olasizlar. Men e'tirofda bo'lganda hozir bunday qilamiz. Ashtroqda bo'lganda ideal, mana ko'rib turibsizlar. Bunda turganlaringda Minecraft boshqacha o'zidek bo'lganda uncha mazza qilmasdinglar, lekin bunda qarashda bu juda ham mazza. Unda bugungi video shulardan iborat edi. Sizlar bilan juda qisqa ham vaqt ichida Ziko.uz bo'ldi. Hammalarga xayr.